ko'maklashish bo'limi boshlig'i Hasanov Shahboz Shavkatovga beriladi. Yilda o'z daromadlarini oshirish, barqaror yo'llarni yaratish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-fevraldagi 2026 yilda hududlarda yangicha yondashuv mavzusida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish yo'llarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 49-sonli qaror joriy qilingan. Shu qarorga asosan tumanida joriy yilda 22.909 nafar aholini daromadini oshirish belgilangan. Jumladan loyihalarni ishga tushirish hisobiga 445 nafar, xizmat ko'rsatish va servis loyihalarini ishga tushirish hisobiga 898 nafar, qishloq xo'jaligi sohasida 207 nafar, qurilish sohasida 84 nafar, bo'sh ish o'rinlariga joylashtirish yo'nalishida 582 nafar, moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali 847 nafar aholini doimiy ishga joylashtirish. Bundan tashqari kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limlari orqali 3593 nafar, iqtisodiyot va moliya bo'limi orqali 2589 nafar, tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar orqali bandlikni ta'minlash orqali 3889 nafar, qishloq xo'jalik agrotexnik tadbirlarida mavsumiy band qilish orqali 4529 nafar, ijtimoiy himoyaning agentligi teng imkon eksklyuziv bandlik dasturi orqali 151 nafar, yengil sanoatni rivojlantirish agentligi hamda pillachilik klasterlari pillachilik mavsumiga band qilish orqali 4708 nafar, xotin-qizlar bo'limi mehnatsevar ayol dasturi orqali 400 nafar aholi daromadlarini oshirishga qaratilgan xizmatlar bilan qamrab olingan. Joriy yilda kambag'allikka tushish xavfi bo'lgan 172 ta oilaning 693 nafar a'zolarini daromadini oshirishga qaratilgan xizmatlar bilan qamrab olingan. Joriy yil yakuniga qadar tijorat banklari va huquq yordamchilari bilan birgalikda har bir mahallada o'rtacha 40 nafardan bu hurmatli prezidentimizni Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumaniga borganlarida Sayxunobod tajribasi asosida barcha tuman viloyat tumanlarga joriy qilingan har bir mahallada o'rtacha 40 tadan jami 1560 ta mikroloyiha ishga tushirilib, har bir mikroloyihada 2 nafardan ish o'rinlari bilan birgalikda 3120 ta yangi ish o'rinlarini yaratish rejalashtirib olingan. Takliflar, savollar bor. Doimiy komissiyaga so'z beramiz. Mahalliy byudjet tadbirkorligini rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi o'rinbosari Hayitova doimiy komissiya xulosaini bildirdi. Doimiy komissiyaga o'rganishdi. Rahmat. Muhokama qilingan masala bo'yicha kengash qarori qabul qilishimiz kerak. Endi komissiya tomonidan qaror loyihasi tayyorlangan, sizlarga tarqatilgan. Agar boshqa yana takliflar bo'lmasa, qaror loyihani asosida qabul qilish uchun tasdiqlab berishlarini so'raymiz. Qarshilab, taraflar yo'q. Rahmat. Sessiya kun tartibidagi 6-chi masalamiz Vobkent tumanida yoshlar muammolarini hal etilishiga ko'maklashish, yosh avlodning iste'dodi va qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish hamda 5 tashabbus olimpiadasi doirasida tuman darajasidagi tadbir va musobaqalarni moddiy rag'batlantirish to'g'risida hisobot berish uchun yoshlar ishlari Vobkent tuman bo'limi boshlig'i Rajab Shomurodovga marhamat. Assalomu alaykum hurmatli sessiya ishtirokchilari. Hozirgi kunda bilasizlar, o'sha avval prezidentimiz o'zlari aytganlarida yoshlar masalasi davlat vazirlardan tortib hokimlargacha, hokimlardan tortib mahalla raisigacha hamma yoshlar bilan ishlashga mas'uliyat belgilandi. Shunga ko'ra bizning tumanimizda ham 2025 yil dekabr oylarida xatlar o'tkazilib, o'sha ishsiz, orqaroqda olingan yoshlarni
yoshlarni belgilab olamiz. Shunga ko'ra xabarlarimiz bor. 2022-yil 7-iyulda 312-sonli Vazirlar Mahkamasini qarori tasdiqlangan yoshlar daftari jamg'armasidan ijtimoiy yordamlar ko'rsatish hamda yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha hozir bugungi sessiyaga qo'ygan nimamiz kecha 2026-yil doimiy komissiyaga ko'rib chiqdik. 2026-yil 25-fevralda o'sha Vazirlar Mahkamasining yoshlar muammolarini o'rganish, hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2022-yil 7-iyulda 312-sonli qarorga yoshlar daftari jamg'armasidan ijtimoiy yordamlar ko'rsatish takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish qo'shimcha kiritildi. 78-sonli Vazirlar Mahkamasining qarori bilan. Bunga ko'ra, oldin xabarlaringiz bor, tumanda yoshlar daftari jamg'armasini raisi hokimiyatlar hozir bunga ko'ra endi tuman shahar yoshlar ishlari bo'limi boshliqlari o'sha paragrafda nazarda tutilgan holda tuman shahar darajasidagi o'tkazilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun mablag' ajratish bo'yicha qaror qabul qilishni so'rab, tegishli hisob-kitob hamda zarur hujjatlarni xalq deputatlari tuman kengash, tuman shahar kengashlari taqdim qilishi, shuningdek xalq deputatlariga o'sha hisobot berib, shu sessiyaga tasdiqlash bo'yicha qarorda belgilangan 78-sonli qarorda. Shunga ko'ra tumanimizda o'sha yaqinda xabarlaringiz bor. Bu yo'q endi nimasi boshlandi, 5 tashabbus olimpiadasi tadbirlari boshlandi. Yaqinda mahalla bosqichlarini boshlab oldik. Rahmat Shashka tuman matbuot xizmati ma'murlariga yoritib boramiz tadbirlarimizni. Shularni ta'mirlash nima qilishimiz uchun hozir bu yerda 123 million 20 ming so'm pul mablag'i ko'zda tutilgan. Agar shu joyizda desangiz, tasdiqlab bersangiz. Savollar, takliflar bor. Bo'lmasa, shu masala bo'yicha so'zda Vobkent tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Husaynov Sherzod Jerimonovga beradi. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli deputatlar. Haqiqatan har yili o'sha tadbir o'tkazilib, yoshlarni toifalarga bo'lib chiqdik. Bizni toifamizda 207 nafar, 137 nafar yoshlarimiz, ya'ni bu 400 nafardan sal oshiqroq yoshlarimiz shakllantirildi. Bu bo'yicha ish olib borilyapti. Endi mana mart oyi boshlanishi bilan birinchi 5 tashabbus olimpiadasi hamda prezident olimpiadalari, ya'ni olimpiya cho'qqilari deymiz. Kecha mana shu ikkita tadbirni boshladik. Ikkalasi ham hozir davom etmoqda. Endi bundan keyin mana futbol musobaqalariga start beramiz. Ertaga 31-sana kuni mana tumanda Shunqorlar harbiy sport musobaqasi ham start oladi. Bu bo'yicha hamkor tashkilotlar bilan ishlab faoliyat olib boramiz. Rahmat hammaga. Hozircha ma'lumotimiz yo'q. Mana shu nimalarni har yil endi har birimizda hozir shu aytib o'tganlaridek nima bilan murojaat bilan tuman komissiyasiga taqdim etamiz va amalga oshirib borilayotgan ishlar hamda nimalar to'g'risida hisobotlarni sizlarga taqdim etib boramiz. Tasdiqlash. Doimiy komissiyani xulosasin bildiruvchisi ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Baqoyev Atoyevga. Doimiy komissiyada ko'rib chiqyapsiz, bo'yicha xulosalarni doimiy komissiya ko'rib chiqdik. Faqat 126 million bu kishi raqam aytib berdi, ishlar olinadi. Meni taklifim bor edi. Ularni yetakchilari ham keldi. Hozir mani taklifim, doimiy komissiya taklifi qisqasi, mana shu mablag' masalasida ozgina ko'paytirish, qo'shilish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, kengashga aytib chiqaramiz dedik. Sababi 123 million bo'lakka chiqdik. Bo'ladigan sohasi juda arzon chiqyapti, mablag' yetmayapti. Bu o'sha tumanni qo'shimcha qoladigan mablag'larni hisobidan qo'shadigan bo'lsak, 130 million hisoblab chiqdik, 130 million qo'shadigan bo'lsak, chunki yoshlarni birinchidan qo'llab-quvvatlagan bo'lamiz, ikkinchidan mana shu kelajakda yoshlar mana shu sohada sport bilan hozir
aytib o'tganlaridek sportga qiziqishi ham ko'p bo'ladi, chunki muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan olimpiada tashkil etilgan. Mana shu narsalar mablag' yaqinda mana shu hokimni sovrini ham bo'ladi, kubogi bo'ladi. Unga ham mablag' qayerdan olasa desak, turibdi. Mana shu uchun imkoniyati bo'lsa, sharoit bo'lsa, kengashga shuni qo'yib tasdiqlaydigan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Chunki doimiy komissiya taklifida ko'proq 3 soatdan ko'proq uni qabul qildi. 123 millionni manbasi qayerda chiqadi? Qayerdan olasizlar shu 123 million? Endi mana 22-yillarda yoshlar daftari bor edi. Endi daftarda shu paytgacha 30 ta yo'nalish bo'yicha amaliy yordam beriladi. Bunga tushadigan mablag'lar birinchi o'sha tumanni orttirib bajarilgan qismidan, keyin 15% MIBni nimasidan, mana shu keyin xohishiy homiylik mablag'lari hisobidan belgilangan. Lekin endi u juda kam tushadi. Mana shu mablag'lardan daftarga shakllanadi, lekin o'z davlat o'tganlaridek u mablag'lar hamma tadbirga bir xil qaraydigan bo'lsak, muhimlik darajasini hisobga olmasak, u sal yetmay qoladi. Keyin ma'lumot uchun yana bitta narsa, mana ilgari mahalla raisi 7 lik ma'qullasa, biz unga amaliy yordam berish imkoniyati yoshlar bo'limi tomonidan bor edi. Hozir daftarga turmasa, unga amaliy yordam berish yo'q. Faqatgina o'sha 3 ta daftarimizdan bittasiga oilaviy taklif qilgan bo'lishi kerak. Endi ommaviy tadbirlarimiz u o'sha amaldagi nizom asosida. Lekin davlatlarga nimadir yordam berish imkoniyati bo'lsa, qo'shimcha qilish, tadbirlarimizni saviyasi ham, yoshlarimiz bo'lgan qiziqishi ham, sifati ham ancha oshgan bo'layapti. Rahmat. Mo'lya gapirishdan nima deysiz? Baribir siz orqali tamam. Rasmiyni bularda ajratilayotgan mablag'lar to'g'ridan-to'g'ri sizlarning qarorlaringiz, sessiyaning qaroriga asosan xarajat amalga oshirib boriladi. Kengash qarori ma'qullanmasa, bundan tashqari qo'shimcha talab etiladigan mablag' bu bo'yicha qonuniy tartibda belgilanib chorasini ko'rib beramiz. Hamda qo'shimcha o'zimiz taklifimizdan beramiz. Rahmat. Menga boshqa narsa qiziqroqda, nima uchun shunaqa fikrlar bo'lsa, 123 ga kiritdingizlar? Ruxsat bersangiz. Bu 123 kiritganimiz dollarlarga o'tirib muhokama qildik. Bizning yoshlar daftar jamg'armamizda hozir ham pul bor, bundan tashqari ziyoda. Lekin yoshlar daftari jamg'armasidan o'sha respublika miqyosida belgilangan kalendar rejadagi tadbirlar uchun faqat xarajat qilish ko'zda. Bu kishi aytadigan narsalarni biz o'zimiz sizga taklif berganimiz sababi ana tuman darajasidagi tadbirlarimiz bor. Misol uchun tuman hokimi kubogi, shijoat g'ayrat musobaqasi, bularga yoshlar daftar jamg'armasidan qo'llanishi ruxsat etilmagan. Amalar fikrlarni ko'paytirish kerak degan xulosaga turibsizlar. Lekin nima uchun 123 millionni sessiya kun tartibiga kiritdilar? Nima uchun 133 emas? Nima uchun 153 emas? Nima uchun 123 ga norozilar yana kirityapsiz? Shuni ma'qullab bergan bo'ldi. Belgilab berilganligini bizga bor ekan. O'sha faqat to'g'risi bu tadbirlar o'tkazishda tadbirlar olishgan. Birinchi sovg'ani berasiz, keyin uni olish aloqalashi tartibi belgilanadi. Hozir biz 5 ta 3 ta tadbir o'tkazdik. Shu tadbirlarga bularni daftaridan pul mablag' xarajat qilishga ruxsat berilgan. Hozir agar o'sha qilinmasa, o'shandan tashqari qo'shimchani taklifini berib kiritsa, hozir 133 deb sizga yozsa yoki 150 deb yozsa, bu kalendar rejasidan chiqadi. Uni hozir shaqov aytganlarda qo'shimcha taklif sifatida ma'qullash qonunga muvofiq bo'ladi. O'sha uchun o'z qo'shimcha qilmagan. Shuni. Mana hozir yaxshi masala muhokama qilinadi. Yoshlar agentligi tuman bo'limi tumanning eng katta tashkiloti. Son jihatdan ham foiz